Hozir kelin olib kelishga ketyapmiz. Inshaalloh. Mana do'stlar, kelin mashinasi ham tayyor. Mana birozdan inshaalloh kelin olib ishtiroqlarni ko'rib borasizlar. Sizlardan tekin like va obunani so'rab qolamiz, birodarlar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, ko'radigan muxlislar. Mana Afg'onistonda to'ylar marosimlari, kelin olib kelish jarayonlari. Ko'p birodarlarimiz yozibdi, Afg'onistonda to'yda kelinni qanday olib keladi deb. Mana hozir biz keldik, qudalarnikiga keldik, qiz tomonga keldik. Mana hozir osh yeyamiz, keyin mana birozdan kelin mashinasida kelinni olib ketamiz. Kuyov mashinada kelmaydi. Kelinning qarindoshlari, shu kuyovning qarindoshlari, kuyovning o'z qarindoshlari shular mashinada keladi, kuyov to'ra kelmaydi. Mana hozir quda tomonda osh, palov tayyor. Biz palovni yeb, mana birozdan ketamiz inshaalloh. Mana kelin olib ketamiz inshaalloh. Mana shunday bo'lib o'tadi to'ylarimiz. Inshaalloh mana shunday to'ylar marosimini hammasini bir yoritib ko'rsatib kelamiz. Faqat sizlardan tekin obuna va tekin like so'rab qolamiz. Mana shunday to'ylarimiz bo'lib o'tadi Afg'onistonda do'stlar. Inshaalloh like va obunani unutmanglar. Afg'oniston hayotini bir yoritib ko'rsatib kelamiz, birodar azizlar. Like uchun, obuna uchun hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday mashinani bezaydilar, birodarlar. Kuyov mashinada ketmaydi do'stlar. Kuyov kelin mashinasida ketmaydi, faqat kelin va kuyovning onasi, qarindoshlari keladi birga. Voy, mashallah. Palovlar ham tayyor bo'lgan. Ey, mashallah. Palovimiz ham palov bo'libdi. Hidiga qarang. Voy. Palovni do'stlar, go'shti ham bor, kishmishi ham bor, tagida do'stlar. Yana bir oppoq palov ekan demanglar, mana palovning go'shtlari tagida hammasi, mana birozdan ko'rasizlar. Voy, buni go'shtlarni qaranglar. Mana palov, palovga keling do'stlar, palovlar tayyor. Afg'oniston to'ylari palovlari do'stlar. Maşallah, yog'likkina, go'shtlikkina palov do'stlar. Kelinglar. Yeb kichinglar palovlardan. Yog'likkina, go'shtlikkina palov do'stlar. Mana do'stlar, Afg'onistonda to'ylar marosimlari like va obuna esdan chiqmasin. Haqiqiy Afg'oniston hayotini yoritib ko'rsatib boramiz. Kim bizlarni qayerdan va qaysi davlatdan ko'rib kuzatib borayotgan bo'lsa, Afg'onistondan alangalik salomlarimizni ham yo'llab qolamiz, birodarlarim. Do'stlar, palovdan keldik. Afg'oniston kelin to'ylari, mana qizil otish to'ylari. Quda tomonga keldik. Hozir oshlar ham tayyor, mana birodarlar. Birozdan palovni ketamiz, xudo xolasa. Kelin olib ketamiz inshaalloh. Kelin olib chiqishga keldik. Mana quda tomondan palovni shunday qilib palov bo'ladi. Oh my God!